Bir kishini tanirdim. O'tmishi notekis edi. Kunlardan bir kun u odam o'zgardi, butkul o'zgardi. Xunuk fe'llarini tashladi. Ko'pchilik hayron qoldi. Men ham lol edim. Barcha u haqda shu-ya, nahot shu odam-a derdi. Bir kun u yorildi, sababini aytdi. Yo'l chetida turgan qariyani olib ketdim. Rahmim keldi. Manzilga yetkazib pul bermoqchi bo'ldi, olmadim. Qo'llarini duoga ochib, "Amin. Kelinlaringiz ayolingizga, kuyovlaringiz o'zingizga o'xshagan bo'lsin. Rahmat o'g'lim", dedi-da tushib ketdi. Men bunday duo eshitmagandim. Qarg'ishdek tuyuldi. Vujudim titrab ketdi va shu kundan ichim azoblanardi. Nahot kuyovlarim menga o'xshaydi dedim. O'zimning kim ekanligim his qilib, o'zimdan hazar qildim. Shu ishlarimni tashladim. Oldimdan biror gunoh ish chiqsa, farzandlarimga yaxshilikni ravo ko'rdim dedi. Muhtaram muxlis, sizning ham kuyovlaringiz, kelinlaringiz o'zingizga o'xshasin.